أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Kadirli qeyrandaşlar, bu dindeki en güzel, en isil şundaq bir haqiqatni isimizden hergiz çıqarmasligimiz kerak ki Allah'ın rahmeti bilen bu din bizge kainat, hayat, insan hakkında en güzel düşünce, en doğru düşünceni berdi. Bu din bizge kainat, hayatlık, insan hakkında en güzel düşünceni berdi. En güzel tabir berdi. Biz meyle qanchalik yaşap ketayli, qandaq zaman taraqqiy qilib ketsin, zaman sharoit qanchalik o'zgarib ketsin, nurg'un yangiliklar maydonga qanchalik kelib ketsin, bu Qur'oni Kerim Allah subhanahu ve taala mushu kainat, hayatlık ve insan için bergen tavil, insan için bergen tabirinin işinden çıkıp ketenmeydi. Hergiz ve hergiz. Meyli qandaq bo'lib ketsin dünya. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, biz Qur'oni Kerimni o'qigan vaqtida hiçbir zaman, hech qachon biz Qur'oni Kerimni o'qimagan, Qur'oni Kerimda tilga ilinmagan bir ishning tokkidi maydonga chiqib qilib, bir hadis yuz berib, bizni hayron qoldirgan ish hayotda yuz bermaydi. Qur'oni Kerimda o'qiganimizning ziddal qarama-qarshi bo'lgan bir ish qiyomat qiyamati mumkin emas yuz berib qilish. Hergiz biz tushib ketmaymiz. Bu chiqmaganda bu yo'qdigi, bunda demagan, buning qarama-qarshi bir ish maydonga kelib qoldi degan narsani hayotda uchrashmaymiz qadrli qarindoshlar bunda qishqa. Chunki u Allohning so'zi qadrli qarindoshlar. Alloh tarafdan kelgan, u hergiz koinotda yuz bergan har bir ish shu Allohning so'zlagan so'ziga muvofiq holatda tasdiqlagan holatda yuz beradi. Hergiz biz o'qiganimiz, biz bilgan, biz e'tiqod qilgan narsamizni yolg'onga chiqadigan bir hadis yuz berib qilishi mumkin emas. Qadrli qarindoshlar, bu yerda shunda bir inchki nuqta borki, Qur'oni Kerim 14 asr burun kelgan Qur'oni Kerim. 14 asr burun kelgan. İlim shunchalik taraqqiy qildi, shu zamondan tortib, shu qadimiy zamondan tortib, ilim bugun inson tasavvur qiluvsiz darajada taraqqiy qildi qadrli qarindoshlar. İnsaniyet maydonga kelgandan tortib bugungi kunimizdan 60-70 yil burunga qadar taraqqiy qilgan bir davrni bir bosqich deb qarasak va 50-60 yilning oldidan bugungi kunimizgacha bir taraqqiy bosqich, yana bir ikkinchi bir taraqqiyot bosqichi desak, mush 50-60 yilning ichida butun insoniyat burungi zamonda taraqqiy qilgan darajadan eshib ketadigan darajada taraqqiy qildi bugungi kunda yashayotgan bugungi zamonimiz insoniyat, ya'ni mushu oxirgi 50-60 yil, 70-80 yilning ichidagi taraqqiyot burungi butkul taraqqiyotlarni besib tushadigan darajada shundoq dahshatli darajada taraqqiy qildi. Hammamizga ma'lum bu narsa. Lekin mushundaq turib, mushundaq taraqqiyot turib, hech bir zaman bir koinotda hozirgi kelgacha Qur'oni Kerimdagi haqiqat, bu Qur'oni Kerimga, bu Allohning kitobiga xilof keladigan bir ilmiy haqiqat, ilmda bir haqiqat tepilgan yo'q. Shunchalik taraqqiyotga qaramasdan bu Qur'oni Kerimga xilof keladigan hech bir haqiqat o'ttirga chiqqani yo'q qadrli qarindoshlar. Chunki bu Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaning kitobi. Ana shu mu'min bo'lgan, mu'min ismli Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaning kitobi. Buning ma'nosi nima degan vaqtida, ya'ni biz Qur'oni Kerimni o'qisak, qalbimiz xotirjamlikka erishadi. Barliq ishlar, chunki hamma ishlar, koinotdagi barliq hodisalar, butun yulduz, osmon, zimindagi barliq narsalarning hammasi, o'simlik, hayvon, inson, hamma narsa, barliq harakatlar
Allah subhanahu va taoloning shu kalamini tasdiqlagan holatda keladi degan gap buning ma'nosi. Allah mu'mindir. Ya'ni Allohning so'zlari bizni Allah subhanahu va taoloni tasdiqlashga elib boradi. Chunki Rabbimizning barliq af'al, Rabbimizdan sodir bo'lgan barliq ishlar Rabbimizning so'zini tasdiqlab keladi. Shu Qur'oni Karimdagi so'zni Allah mutakallim, Allah so'zligicha, Qur'oni Karim Allohning so'zlari. Bu so'zlarni tasdiqlagan holatda keladi. Bu Rabbimizning mu'min ismlarining ma'nolaridan bir ma'no. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي